Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Kung Fu Panda g'aroyib afsonalar serialidagi qiziqarli va ayni paytda biroz g'alati bo'lgan bir qahramon haqida so'zlab bermoqchiman. Gap Tai Lungning jiyani Peng haqida ketyapti. U kim o'zi, qayerdan paydo bo'lgan? Keling birgalikda shunga aniqlik kiritamiz. Peng g'olib bo'ldi. Serial haqida qisqacha. Serial ba'zi joylarda bolalarga mo'ljallangan va sodda ko'rinsa ham unga munosib baho berish kerak. U ikkinchi darajali qahramonlarni yaxshi ochib bergan va Kung Fu Panda olamini yanada kengaytira olgan. Tai Lungning jiyani Peng bilan esa biz birinchi mavsumning 15-qismida tanishamiz. U Tinchlik vodiysiga o'z amakisi Tai Lungni izlab keladi. Dastlab Peng o'zini oddiy kulol sifatida tanishtirdi, faqat vaqti bilan Kung Fu bilan shug'ullanishini aytadi. Ammo Tinchlik yubileyi bayramida bolalar turnirida qatnashib kuchli raqibini mag'lub etadi. Bu voqea barchani, jumladan Shifuni ham hayratda qoldiradi. Shifu Pengni Nefrit saroyida mashq qilishga taklif etadi. Yangi sevimli shogird saroyga kelgach, tezda hammaning mehrini qozonadi. Xarizmasi, hazilkashligi va jangovar mahorati bilan u barchaning sevimlisiga aylanib borayotgan edi. Bu esa Po'da hasad uyg'otadi. Po yangi kelgan shogird bir kun o'zini soyada qoldirishidan qo'rqadi. Hasad ta'sirida Po Pengni aldaydi va Shifu uni mashqlarga noloyiq deb topganini aytadi va shu daqiqadan so'ng qorong'ulikning ilk belgilari paydo bo'lishni boshlaydi. Haqoratlangan Peng o'z kuchini isbotlashga qaror qilib, raqibiga hujum qiladi. U deyarli uni o'ldirib qo'yishiga oz qoladi, lekin Po bunga yo'l qo'ymaydi. Keyinchalik Po qilgan xatosini tan oladi va haqiqatni aytadi. Peng esa tinchlanadi va uzr so'raydi. Shundan so'ng u vodiyni tark etishga qaror qiladi va ketishidan oldin amakisini qidirayotganligini aytadi. Biroz vaqt o'tgach, Peng Tai Lungni ajdarho jangchisi mag'lub etganligi haqidagi afsonalarni eshitib qoladi. Buni tekshirish uchun u yana Tinchlik vodiysiga qaytadi. Po'ning vijdoni qiynalib, Tai Lungni aynan o'zi yengganligini tan oladi. Panda unga Tai Lungning qanchalar yovuzga aylanganligini tushuntirishga harakat qiladi. Buni eshitgan Peng g'azabga to'ladi va Po yolg'on gapiryapti deb o'ylab unga hujum qiladi. Keyinchalik esa qishloq aholisi Po aytgan gaplarning rostligini tasdiqlaydi. Shunda Peng amakisi qanday dahshatli mavjudot bo'lganligini tushunadi va o'zi ham shunday bo'lishdan qo'rqadi. Natijada u Kung Fudan butunlay voz kechishga qaror qiladi. Biroz vaqt o'tgach, dushman sehrli medalyonni topadi va uning yordamida Nefrit saroyiga hujum qiladi. Barcha ustalar mag'lub bo'ladi. Po yordam so'rab Pengning oldiga boradi va ular birgalikda dushmanni yengishga muvaffaq bo'lishadi. Ammo tasodifan Peng medalyonni qo'lga kiritadi va uni taqib oladi. Ma'lum bo'lishicha, bu buyum nafaqat kuchni, balki insonning salbiy his-tuyg'ularini ham kuchaytirar ekan. Shunda Peng Po bilan yana jang qiladi. Po hiyla ishlatib o'zini Tai Lungga aylantiradi va Pengning amakisi qanday qorong'u yo'l tanlaganini unga ko'rsatadi. Shunda Peng bu yo'ldan yurishni istamasligini anglaydi. Yakuniy qaror: garchi Peng yuragidagi zulmatni yenggan bo'lsa ham, u Kung Fu bilan shug'ullanishni davom ettirmaydi. U o'z ichidagi g'azab va hokimiyatga chanqoqlik borligini tushunadi va undan ehtiyot bo'lishni tanlaydi. Keyinchalik u do'sti bilan birgalikda maktab ochib, Xitoy bo'ylab sayohat qilib, muhtojlarga yordam beradi. Bu o'z ichidagi qorong'ulikni yengish yo'li bo'ladi. Ushbu qismdagi syujet savollarga javobdan ko'ra ko'proq savollarni keltirib chiqaradi. Serial shuni ko'rsatdiki, Tai Lung va Peng go'yoki tug'ma ravishda zulmatga moyil bo'lgan. Bu esa Tai Lungning fojiasini biroz qadrsizlantirgandek tuyuladi. U shunchaki noto'g'ri tarbiya va orzular qurboni emas, balki ichki qorong'ulik egasi sifatida ko'rsatiladi. Sizningcha Tai Lung haqiqatdan ham yovuz bo'lganmi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.